Kartoshka tugunak burgachasi, qongizi, Epitrix tuberis, qattiqqanotlilar, qongizlar, Chaleoptera, turkumi, barxorlar, Chrysomelidae oilasiga mansub bu tur Shimoliy Amerikada topilgan. 1-marta Nebraska va Kolorado shtatlarida uchrashi aniqlangan. So'ng AQShning boshqa shtatlariga Kaliforniya, Nyu-Meksiko, Oregona, Janubiy Dakota, Washington hamda Kanadada Freyzer daryosida 1940 yilda ro'yxatga olingan. Rossiyaning Evropa qismida zararkunanda janubiy yo'nalish bo'yicha Arxangelsk, Qozon, Samara va Uralsk viloyatlari hamda Primorye o'lkasi atroflarida adaptatsiyalashgan. Bu zararkunanda sabzavot, dukkakli don va poliz ekinlarida zarar keltiradi. Kartoshka ekinlari uchun karantin zararkunanda hisoblanadi. Ba'zan ozuqa-osimlik bo'lmagan vaqtda boshqa turdagi ya'ni lavlagi, sabzi, oshqovoq, dukkakli ekinlar va turli xil begona otlar barglari bilan oziqlanadi. Ikki jinsli holda ko'payadi. Rivojlanishi to'liq o'zgaruvchan bo'lib, mavsumda 2 ta avlod beradi. Etuk zotlari qishlab chiqadi. Qongizi kichik, qora rangda, uzunligi 1,5-2 mm. Bosh qismidagi kozda periteshka yo'q. Orqasining old qismida kondalang bo'ylab bazal ariqchalar o'tgan, har bir yonida bazal chiziqlar chegaralangan. U va qanot ustida qilchalar uchramaydi. Qanot ustida to'g'ri qatorli nuqtalar va tubchalar, pegidya to'liq qoplab turadi. Orqa oyoqlari sakrovchi tipda bo'ldiri ingichkalashgan. O'rta va oxirgi oyoqlardagi bo'ldirlarni oldingi yuqori qismi tirnoqsiz. Antennasi sariq on bitta bo'gimdan iborat. Antenna asosi kozlar orasiga yaqin. Tuxumi oqish, mayda, dumaloq. Lichinka ingichka, oqish, silindirsimon. Boshi jigarrang, uzunligi 12 mm ga boradi. Qongizi o'simlik bargining ustki qismi bilan oziqlanadi. 1-1,5 mm o'lchamda mayda ko'rinishda kemiradi. Ba'zan shu kabi o'lchamdagi ko'rinishni ajratib olish mumkin. Ko'p sondagi hosil bo'lgan ukollardan barglar tort ko'rinishiga o'xshab qoladi. Otalanib bo'lgan urg'ochilar tuproqdan chiqqandan 5-6 kun o'tib tuxum qo'yishga kirishadi va bu jarayon 35-55 kun davom etadi. O'rtacha 187 taga yaqin, maksimal holatda 72-78 ta tuxum qo'yadi. Tuxumlarni tuproqqa, ya'ni oziq-osimlik yoniga top-top qilib 11-15 tadan qo'yadi. Embrionning rivojlanishi 2-14 kun. Lichinka tuxumdan chiqqandan so'ng tuproqqa kirib boradi. U yerda o'simlik qismlari va tugunagi bilan oziqlanadi. Lichinkalar 2-4 hafta davomida hayot kechiradi. Lichinkalar tugunaklarga yoki kartoshka tugunagi ichida yopishgan holda ko'rinadi. U bir tugunakdan boshqasiga qochib o'tish xususiyatiga ega. Ammo lichinkalar qochib yurishi unchalik ahamiyatli emas. Lichinka tugunakni kemirib ichiga kirib boradi va shu yerdan yoriqlar ko'rinishida yo'lak qoldiradi. Ichki qismidagi teshiklar dagallashib boradi va jigarrang ko'rinishga ega bo'lib, cho'zinchoq chuqur yo'lakdagi yoriqlar paydo bo'ladi, ba'zan tugunak to'liq emiriladi. Lichinka oziqlangan joyda tuproqda yoki tugunakda gumbakka o'tadi. Gumbak fazasi 4-10 kun. Ikkinchi avlod lichinkalarni gumbakka o'tishi avgustda va ob-havo sharoitiga bog'liq holda noyabr oyigacha davom etishi mumkin. Birinchi avlod yosh qongizlari iyul-avgustda tuproqdan chiqadi. Ikkinchi avlod imagolari sentyabr-oktyabrda paydo bo'ladi, dala chetiga uchib boradi va qishlash uchun tuproqqa o'tadi. Birinchi avlod rivojlanishi 27-50 kun, ikkinchi avlodlar esa 35-85 kun. Qongizlar bevosita kartoshka va pomidor hozir rivojlangan joyga yaqin joyda tuproqda qishlab chiqadi. Iqlim sharoitiga, tuproq hosilariga va zararkunandani qishlash uchun tuproq chuqurligiga bog'liq holda may boshi va may oxirlarida tuproqdan yuqoriga chiqadi. Qongizning qishlab chiqishi uchun qulash chuqurlik 20-30 cm hisoblanadi. Tuproqdan chiqishi iyul oyigacha davom etadi va tezda qongizlar kartoshka yoki pomidor dalalari tomon uchib boradi hamda oziqlanadi.